Raqamli texnologiyalar bu shunchaki qulaylik emas. Bugun ular ko'p hollarda insonlar hayotini saqlab qolishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa gap saratonga chalingan bemor bolalar haqida borar ekan, bunday tizimlarning ahamiyati beqiyosdir. Xabar berganimizdek, shu kunlarda Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va Amerika Qo'shma Shtatlarining St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi vakillari yurtimizda bolalar onkologiyasini erta tashxislash va davolash borasida olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishmoqda. Delegatsiya vakillarining bu galgi manzili yagona integrator O'zinfakon bo'lib, mehmonlar bu yerda yurtimizda saraton bilan kasallangan bemor bolalarni elektron ro'yxatga olish va marshrutizatsiya qilish, dori vositalarining bolalarga xavfsiz va o'z vaqtida yetib borish tizimi haqidagi taqdimot bilan tanishdi. Shuningdek, delegatsiya a'zolariga monitoring, tahlil, bemorlar oqimini boshqarish bo'yicha raqamli ishlanmalar namoyish etildi. Avvalo juda boy taassurotga ega bo'ldim. O'zbekistonda davlat tomonidan sog'liqni saqlash sohasiga yirik miqdorda sarmoya ajratilmoqda. Kattalar va bolalar onkologiyasi yo'nalishida olib borilayotgan ishlar bilan ham tanishdik. Bemorlar va tibbiyot xodimlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar e'tirofga arziydi. Yana bir jihatni ta'kidlashni istardim. Juda qisqa vaqt ichida 50 ta tizimni yagona tizimga integratsiya qilish orqali shunchalik katta o'zgarishga erishilgani chindan ham hayratlanarli. Qayd etish lozimki, so'nggi yillarda prezidentimiz tomonidan mamlakatimizda bolalar gematologiyasi va onkologiyasi tizimini yanada rivojlantirish, bemor o'g'il-qizlarni sifatli dori vositalari bilan bepul ta'minlash, amaliyotga eng so'nggi tashxis va davolash usullarini tatbiq etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga bolalar onkologik kasalliklarini nazorat qilish va davolashni yaxshilash, bemor bolalarni elektron ro'yxatga olish va ularni bosqichma-bosqich davolash muassasalarini bo'yicha zamonaviy elektron tizimlar joriy etilmoqda.